Rossiyada har yili giyohvandlik sabab nechta odam vafot etadi? Rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada har yili taxminan 7000 dan 10 gacha odam narkotik moddalardan zaharlanish va dozani oshirib yuborish oqibatida hayotdan ko'z yumadi. Ammo mutaxassislarning aytishicha, haqiqiy raqam bundan ham yuqori bo'lishi mumkin. Agar giyohvandlik bilan bog'liq bilvosita sabablar, masalan, OIV, gepatit, surunkali zaharlanish va boshqa asoratlar ham hisobga olinsa, o'limlar soni 15-20 ming kishiga yetishi mumkin. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda 100 minglab odamlar giyohvandlik tashxisi bilan ro'yxatda turadi. Turli baholashlarga ko'ra esa, doimiy ravishda narkotik moddalardan foydalanadiganlar soni 2 milliondan ortiq bo'lishi mumkin. Eng ko'p o'lim holatlari opioidlar va sintetik narkotiklar sabab yuz beradi. Ayniqsa 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan yoshlar xavf guruhiga kiradi. 1990-yillar va 2000-yillarning boshiga nisbatan ayrim ko'rsatkichlar kamaygan bo'lsa-da, muammo hanuz jiddiy ijtimoiy xavf bo'lib qolmoqda. Xulosa qilib aytganda, Rossiyada har yili minglab odamlar giyohvandlik oqibatida hayotdan ko'z yumadi va bu muammo hanuz dolzarbligicha qolmoqda.